Assalomu alaykum. Agarda siz Instagram orqali yoki umuman SMM orqali pul topishga qiziqsangiz endi shu sohaga kirib kelmoqchi bo'lib o'ylanib turgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun manfaatli bo'ladi. Inshaalloh o'tkazmasdan yaxshilab kuzatishingizni tavsiya qilaman. Agar band bo'lsangiz, yo'lda ketib turgan bo'lsangiz, bu videoni yoki saqlanib qo'ying yoki linkini yo'qotib qo'ymaslik uchun Telegramingizga tashlab olishingizni tavsiya qilaman. Kelinglar, bu soha haqida sizlarga tavsiyalar berishdan oldin o'zimni kimligimni tanishtirsam, chunki siz bilishingiz kerak, sizga bu sohani tavsiya qilib turgan odam yoki bu soha haqida gapirib turgan inson o'zi kim? Aynan bu sohadan pul topganmi? Chunki hozirgi kunda qo'shtirnoq ichidagi bu sohada hali faoliyat yuritmasdan turib, kurs sotib turganlar ko'payib ketdi. Men sizga kurs sotmoqchi emasman. Bu videoda ma'lumot beraman inshaalloh. Kelinglar, o'zim faoliyatim haqida tanishtiradigan bo'lsam, faoliyatimni 2019-2020 yillarda boshlaganman. Bu sohani o'rganganimdan keyin ko'p o'tmasdan mijozimni olib, o'sha birinchi yillardanoq oyiga $400 daromad qilishni boshlaganman. To'g'ri, $400 daromad o'sha paytda ham hamma qilmagan, hozir ham ko'pchilik qilmayapti. Lekin men sizlarga hozir mohiyat qancha topishlik emas, qanaqa qilib bu sohaga kirib kelish mumkin yoki qanaqa qilib mana shu sohadan pul topish mumkinligi haqida, ya'ni Instagram va SMMda o'rgangan holatda. Kelinglar, platformalar haqida gaplashamiz. Platformalar, ya'ni Facebook hozirgi kunda aktual, Facebook kattalar ko'radi asosan, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoq emas, asli messenjer, lekin O'zbekistonda juda ham ommalashgan va TikTok. Instagramga oladigan bo'lsak, deyarli auditoriyasi bir-biriga o'xshash. Platformalar o'zi nima? Platformalar bu sizni oson tushunib olishingiz uchun, ya'ni qanaqa pul topish haqida. Platformalar bu bitta bozor. Alohida bitta bozor va alohida o'zining mijozlariga ega bo'lgan bitta katta bozor. Va tasavvur qiling, siz shu bozorda bitta do'koningiz bor, sotuvchisiz, biznesmen bo'lsangiz, ya'ni Instagramga kirib kelsangiz yoki siz shu do'konni yuritib beruvchi insonsiz. Agarda siz Instagramni o'rganib qanaqa pul topaman desangiz, tasavvur qiling, shu bozorda siz bozor yuritib beruvchisiz. Hozir agar siz bozor yuritib beruvchi bo'lsangiz, istalgan, masalan, Qo'qondagi Yangi bozor yoki Toshkentdagi Abu Sahiy bozoriga kirsangiz va siz aytsangizki, men sizni bozoringizda, umumiy bozordagi sizni do'koningizni chiroyli qilib remont qilib beraman va sizni do'koningizda savdo qilishingiz uchun, ya'ni har kuni ertalab kelib do'koningizni ochaman, shipiraman, tozalayman va mahsulotlarni chiroyli qilib klientlarga ko'rsatib, sizni sotishingizga yordam beraman desangiz, sizni ishga olishadimi? Tabiiyki ishga olishadi va sizni tajribangizdan kelib chiqib, siz yo qimmatroq yoki arzonroq ishchi bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunaqa ekan, mana shu Instagram ham xuddi bir Abu Sahiy bozoriga o'xshagan umumiy katta bozor va bundagi sahifalar, undagi do'konlar. Siz yo do'kon egasi yoki do'kon yuritib beruvchisiz. Agarda bu sohani o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz do'kon yuritib berishni o'rganyapman deb tasavvur qiling va qancha ko'p bozorni bilsangiz, ya'ni Abu Sahiy bozorining o'ziga yarasha qoidalari, Qo'qon bozorining o'ziga yarasha qoidalari bor va siz bu bozorlarni qanchalik yaxshi tushunsangiz va yaxshi yuritib bera olsangiz, odamlar sizga shunchalik ko'p pul to'lashga tayyor. Va endi yana ham soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Xullas, Instagram bu reklama qilish uchun televizordan ko'ra bir necha 100 barobar arzon, balki tekin bo'lgan resurs va siz odamlarga kelib aytyapsiz, sizni sotiladigan bitta mahsulotingiz bor va bu arzon yoki qanaqadir qulay narxda, qanaqadir ustunlik tarafi bor. Keling, men sizni bu mahsulotingizni bir oyda 100 ming odam ko'rib turgan bo'lsa, men 1 million, 2 million odam ko'rishiga hissam qo'shaman va bu ko'rishlar orqali siz sotuvingiz yaxshiligini oshirishingiz mumkin. Bu sotuvlardan tushgan daromaddan yoki qanaqadir bir oylik evaziga men siz bilan hamkorlik qilaman dedingiz. Va u odam nima uchun yo'q demasligi kerak. Agarda siz natija qilib beradigan yaxshi mutaxassis bo'lsangiz. Endi bu platformalar o'zi qanaqa ishlaydi? O'zi bu platformalarda asl maqsad ham shu, odamlarni ko'proq ushlab qolish va ushlab qolinganini hisobiga ular endi reklama yoqiladi, target bo'lgan keyin kiramiz, target reklamalar orqali ularga Instagramga byudjet tushadi va o'sha byudjetlar orqasidan ular algoritmlar tuzadi. Instagramdagi reelslar, TikTokdagi videolar, YouTube'dagi videolarni siz ko'proq kuzatib borishingiz uchun ular katta kompaniya ishlaydi va o'ylaymanki, buni kelajagi juda ham uzun. Bilmadim, buni hali beri to'xtashiga meni aqlim yetmaydi, chunki odamlarning hayotini bir qismiga aylandi, aynan Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram. Endi qaysi platformani o'rgansangiz, necha pul oylik olishingiz mumkin? Hozirgi kundagi o'rtacha bozor narxini aytaman. Agar siz Instagramni o'zini zo'r bilib, Instagramda million prosmotr urishni biladigan bo'lsangiz, o'rtacha $400 dan $2000 mutaxassislar oyligi baholanadi. Agarda siz TikTokni biladigan bo'lsangiz, TikTok ham hozirgi kunda o'rtacha $200 dan $1000-1500 Agar siz YouTube'da mutaxassisi bo'lsangiz, ya'ni YouTube'da tajribangiz bo'lsa, YouTube qanaqangi video olishni bilsangiz, qanaqangi montaj qilib, qachon rekomendatsiyaga chiqishini bilsangiz, shuni ilmini olgan bo'lsangiz, $500 dan hozirgi kunda $2000-3000 sizni
pul topish imkoniyatingiz bor. Telegramga keladigan bo'lsak, Telegram ham o'rtacha blog yuritib berishlar narxi $200 dan $1000gacha u ekspertga qarab. Agar siz hammasini biladigan bo'lsangiz, bu zo'r, bu sizni to'liq SMM mutaxassisi ekanligingizni belgilaydi va sizning narxingiz $500 dan $2000gacha o'rtacha O'zbekiston bozorida narx va siz SMM dan sekin marketingga soha rivojlanib ketaveradi. Bu sohalarda qanaqa qilib o'rganish mumkinligiga keladigan bo'lsak, keyingi videoda men o'zimning tajribamni, realniy tajribalarim bo'lishib, sohaga qanaqa kirib kelganman va bu sohalar qanaqa qilib o'rganganman, endi buni qisman aytdim, lekin detalni tushuntirib beraman. Aynan Instagramda nima qilganimda, qachon video ochgan, TikTokda nima qilganimda, qanaqa video ochgan, mana shularni sekin razbor qilib yoritib berishga harakat qilaman. Bu uchun sahifaga obuna bo'ling. Xo'sh, demak, qisqacha bo'lsa ham tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Ya'ni siz Instagram, SMMni o'rgansangiz yoki o'zingiz mutaxassisligingizni yoritib ko'proq daromadga chiqishingiz mumkin, o'zingiz mutaxassisligingizni rivojlantirib mashhurligingiz orqasidan pul topishingiz mumkin yoki-da biron bir soha mutaxassislari yoki biznes egalarini sahifalarini rivojlantirib, ularga ko'proq klient olib kelib berib, ularda qaysidir daromadga ulush yoki oylik evaziga pul topishingiz mumkin. Eng sodda ko'rinishi mana shu. Bundan ham soddaroqlarini tushuntirib berdim degan umiddaman. Ushbu videoga like bosing, yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'ling. Videomizga bosilgan like bizga pul olib kelmaydi, lekin bizga motivatsiya beradi. Keyingi videolarda yana ham go'shli, foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.